Haydang aka. Haydang mashinani. Siplina. Mana siplina. Bosing. Haydang, bilet. Haydang. Bosing. Ha, mana skotga. Haydang aka deb kelyapti. Noto'g'ri hukm chiqargan. Sababi Bu kimning aybi? Sud hukmni siz bergan dalillarga asoslanib chiqargan. Hamma ayb sizda. Endi marhamat qilib, o'zingiz tuzating xatoyingizni. Tushunarlimi? Aks holda yaxshi bo'lmaydi. Bolani urishgani aniq. Faqat ona buni yashiryapti xolos. Bu oilaviy zo'ravonlikdan boshqa narsa emas. Dilnoza meni vaqtinchalik ishdan chetlatish. Men bunaqa ishlar bilan shug'ullana olmayman hozir. Ota-onalarga ham hayron qolasan. Himoyasiz yosh go'dakni qanday urishlari mumkin? Siroj bolani aniq bo'lishi kerak. Ergash aka. Qayerlarda yuribsiz aka? Hammasi idrotga buni maqganingiz. Mahmud sizga ishonib yuribman. Mani yaxshilab eshit. siz bu yerga nima ish bo'yicha kelganingizni bilsam bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Siroj chaqirgandi. Ismat, to'y kuni qizimni ko'ruvmiding? Ha. Ko'rgandim. Nima bo'ldi Bola koma holatida. Komada? Ha, biz unda harakat qilyapmiz. Iloji boricha qo'ldan kelgan. Nimaga komada bo'ladi? Nima qildingiz bolamni? Nima qildingiz bolamni? Nimaga komada tushgani? Bu nima qilgani? Axir menga bunaqa bo'ladi demaganding-ku. Bo'lib qolsa nima qilardik?